Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, barchalar omonmisizlar? Qadrdonlar, devorlarga ham tunikafon qilsa bo'ladimi degan savollarga mana shu video orqali bemalol javoblarni olsanglar bo'ladi. Bu joyga mana foydalanilgan rang oq rangi mokriy rangdan foydalanganmiz. Do'stlar, patologdan tortib, tarnovdan tortib, polniy devor so'killarigacha mana shunday ajoyib ko'rinishda tunikafonlar qilib berildi. Qadrdonlar, xizmatlarimiz hozircha vodiy bo'ylab. Agar siz vodiydan bo'lsangiz, bemalol shu ekrandagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Sizlarda ham uylarga agar kelishib qolsak, mana shunaqa ajoyib ko'rinishda tunikafonlarni o'rnatib berishimiz imkoniyati paydo bo'ladi. Xo'p, narx-navolarga keladigan bo'lsak, qadrdonlar, devorlarimizga 145 ming so'm atrofida tunikafonlarni qilib bermoqdamiz. Patologlarga esa 135 ming so'mdan mahsulotlari ichida tunikafonlarni qilib bermoqdamiz. Agar sizlarga ham mana shunday tunikafon ishlari kerak bo'lsa, bemalol ikkilanmasdan ekrandagi raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Sizlarga ham uylarga mana shunday ajoyib ko'rinishda tunikafonlarni qilib beramiz. Do'stlar, musofir yurtda bo'lsanglar ham ekranda turgan raqamlarimizda Telegramlar, WhatsApplar ishlab turibdi. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tib ketsak, doim aytib o'tamiz, iloji boricha har bitta yakunlagan ishimizni video qilish jarayonida aytib o'tamiz. Do'stlar, bu tunikafon do'stlar. Tunikafonda kvadrat joyni kvadratiga qarab chiqarilmaydi. Qadrdonlar, tunikafonda kvadrat ketgan tunikani materialiga hisoblanadi. Masalan, deylik 100 kvadrat joylar bo'lsa, bu joyga 100 kvadrat tunikafon ketmaydi. Bukilish qayrilishlarini hisobiga 150, 160, 170, balki siz tanlagan fasonga qarab 200 undan ham yuqori ketadigan fasonlarimiz bor. Sizlarda tanlagan fason, sizlar tanlagan dizaynga qarab biz sizlarning uylarga tunikafonlarni qilib beramiz. Do'stlar, iloji boricha sizlarga tushunarli qilib gapirishga harakat qilyapmiz. Agar tushunmay qolgan joylar bo'lsa, bemalol ikkilanmasdan biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Yana ham qolgan ma'lumotlarni beramiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, bu tunikamiz qayerda materiali? Bu material Toshkent metallurgiya zavodining materialidan foydalanamiz do'stlar. Foydalanganmiz mana shu ishlarimizda. Do'stlar, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ishning sifati ham xudo xohlasa juda ham chiroyli holatda chiqqan. Endi do'stlar, bu aytilayotgan summalarning ichida usta xizmatlari ham bormi degan do'stlarimiz uchun, ha, albatta, bu aytilgan summaning ichida usta xizmati, lesar, reyka, samarezlari do'stlar, barchasi usta xizmati hamda tunikafonlari shu summaning ichida bo'ladi. Faqatgina tarnovlari metrga hisoblanadi do'stlar. Tarnovlarning metrini esa 50 ming so'mdan 60 ming so'mgacha o'rnatib bermoqdamiz.